Assalomu alaykum. Meni ismim Ulug'bek Mahmudov. Men Namangan shahrida tug'ilganman. Yoshligimdan IT sohasiga qiziqqanligim sababli Farg'onada Toshkent axborot texnologiya universiteti Farg'ona filialiga topshirganman va davlat granti asosida o'qishga qabul qilinganman. Universitet yillarimda ustozlardan juda ham ko'plab bilimlar oldim IT sohasida va ikkinchi kursgacha tillarga urg'u berib, aynan ingliz tilini yaxshilab o'rgandim va 3-kursda o'sha sertifikat ham oldim. Bundan keyin men IT yo'nalishida qandaydir tor yo'nalishda chuqurroq bilim olish uchun o'quv markazi izlashga tushdim. Shu orada keyin ko'pchilik tavsiyasi bo'yicha va natijalari zo'r bo'lgani uchun aynan Codial Akademiyani tanladim. Codial Akademiyasiga kelganimda bu yerda grant e'lon qilishgan ekan. Men ham ushbu grantga topshirib 100% o'sha grantni yutib oldim. Keyin bu yerda aynan front-end yo'nalishida o'qishni boshladim. Codial Akademiyasida o'qishni boshlagandan keyin o'rtalariga kelib JavaScript va React texnologiyalari menda ozgina qiyinchilik tug'dirgan. Ustozimiz bizga bergan to'g'ri tavsiyalar bilan biz bu texnologiyalarni ham yaxshi o'rganib oldik. Codial Akademiyasida men uchun eng qiziqarli bo'lgan narsa bu Codial Coins bo'ldi. Ya'ni biz har xil kitoblar o'qish yo foydali podkastlar ko'rish, vazifalarni o'z vaqtida bajarish, shunga o'xshash vazifalar orqali biz coin yig'ardik va bu guruhimizda sog'lom raqobatni rivojlantirardi. Bu ham bizni tez bilim olishimizga juda katta hissasini qo'shdi. Codial Akademiyasida olgan bilimlarim bilan universitetda ham ancha yaxshi natijalarga erishdim. Ya'ni universitetda bo'lgan grantlar, har xil hakaton, musobaqalarga qatnashdim, maqolalar yozdim. Shu bilan keyin ustozlarni e'tiboriga tushdim. Va bu narsa meni ishga joylashishimda muhim rol o'ynadi, chunki meni universitetimdagi o'qituvchilar Fergana School xususiy maktabiga ishga joylashishim uchun tavsiya qilishdi. Meni til sertifikatim borligi uchun hamda IT mutaxassisi bo'lganim uchun ishga qabul qilishdi. Hozirda bu yerda IT fanidan o'qituvchi bo'lib ishlab kelmoqdaman va shu bilan birgalikda xususiy maktabni elektron tizimini yurg'izib kelyapman. Codial Akademiyasida o'qiganligim meni yoshligimdan orzu qilgan kasbimda ishlashimga o'zini katta hissasini qo'shdi. Kursni boshlashga ikkilanayotgan yoshlar uchun men tavsiyam hech ikkilanmasdan boshlash kerak, chunki IT hozir butun dunyo bo'yicha rivojlanib bormoqda va bunga qo'shimcha tarzda chet tillarini ham o'rganishni maslahat beraman. Chunki chet tilini bilish yangi bilimlarni olishda, ya'ni self study qilishda katta yordam beradi va eng ahamiyatli jihati sizni ishga joylashingizda qolgan raqobatchilaringizdan ko'ra bir qadam oldinda bo'lishingizni ta'minlaydi. Xullas, IT ni boshlash kerak. Boshlash uchun eng yaxshi joy bu Codial Akademiyasi.